5 kishiga cheesecake professional bepul. Bepul. Muslim aka, internetda rosa trendga chiqyapsizlar aka. Mutaxassiski trendga chiqyapsiz. Qarang, tish qo'ydirganman. Ishda. O'zi chap tomonimda yeyman. Nonni bu tomonim og'rib qolganda iloji o'ng tomonimda yeyman aka. Shunda og'riyapti. Lekin baland bo'lib qolmagan, boshqa bo'lmagan. Tishlaringizni boshqatdan yechib, ochib, tovolab va boshqa oq tishga almashtirish kerak. Endi metal temir tishlar xizmatdan o'tdi, oq tishga, keyin issiq, sovuq, metal o'ziga sovuq tortadi. Shunga sirkonchi shu keramika tishdan qilish kerak. Tavsiya qilinadi. Hozir aksiyalar davom etyaptimi hozir? Aksiyalar siz obunachilarga davom etadi, lekin aksiya общий tugagan. Lekin siz obunachingizga keyingi oyda 15-siga faqat siz obunachilaringizga qilamiz. Marg'ilon tezkor nomidan kelsalaring, skidga yana nimalardir bepul qilib beraman dedingiz aka? 5 ta obunachilarga like, podpiska menga bo'lganlarga siz obunachilaringizga 5 kishiga cheesecake professional bepul. Bepul. Do'stlar, biz obunachilarga faqat Muslim akamga obuna bo'lib qo'yasizlar, atmetga qilib beraman. 5 ta odamga bepul. U qachondan boshlanadi aka? Bugundan boshlanadi. Bugundan boshlandi aka. 5 ta odamga bepul. Albatta, hamma yo'q одноразовый aka. Bir marta ishlatiladi. Xudo xolasa, o'zi Instagramda rosa trendga chiqyapsizlar aka. Endi staj qanchadan beri endi? 7 yil staj. 7 yildan beri 20 mingdan ortiq kasal ko'rganman. 20 mingdan ortiq kasal ko'rganman. O'zim deski xirurgman. Deski xirurgiyada ishlaganman 5 yil davomida. Do'stlar, Muslim akamni profilini atmetga qilib beraman. 5 ta odamga bepul ekan. Eshitdilaring. Hozir sizlarga adresni ham tushuntirib o'taman. Videoni maksimal tarqatib, tish og'riyotgan do'stlaringizga videoni jo'natib, atmetga qilib qo'yishni unutmanglar. Do'stlar, stomatologiyamiz adresini qarang. Doktor Muslim, Soybo'yida Marg'ilondamiz. Mana Detskiy banisi. U chap qo'limizda Detskiy banisi. Bu tomonimiz stansiyadan kelishdi aka. Stansiyadan kelish, Marg'ilon yurish mana